Assalomu alaykum. Hurmatli tarix yo'nalishi talabalari, O'zbekiston tarixi fanimizning ikkinchi qismini, ya'ni bahoriy semestrni boshlaymiz. Xudo xolasa bugungi mavzuyimizni ramziy ma'noda ikkinchi semestrga kirish, ibtido deb nomladim. Biz bugun bu darsimizda arab fathlaridan oldingi jamiyatimizdagi qarashlar qanday bo'lgan, o'sha nima deydi, tasavvur, diniy tasavvur, dunyoga qarash qanday bo'lgan, undan keyin qanday bo'ldi, arablar qanday bosib oldi bizani, ya'ni fath qildi. Shular haqida gaplashamiz, chunki bizning ikkinchi semestrdagi mavzularimiz bevosita arab fathlarini davomi hisoblanadi. Musulmon madaniyatidan o'sib chiqqan davlatlarni biz o'tamiz. Bu Tohiriylar, Safvoriylar, Somoniylar bo'lsin, Xorazmshohlar, Qoraqonlar, ular ko'p, G'aznaviylar, Chig'atoy ulusi, barchasini negizida mana shu hozirgi demak o'tadigan mavzuyimiz yotibdi. Xo'p, arablardan, ya'ni arab islomdan oldin bizning diniy tasavvurimiz asosiy zardushtiylikka yo'naltirilgan bo'lgan. O'zbekistonda Xorazm, Buxoro, Samarqand aholisi, Surxondaryo, Qashqadaryoni bir qismida ham janubiy taraflarda bilasizlar buddaviylik Farg'onagacha ketgan, keyin bundan tashqari nasroniylar ham bo'lgan. Qaranglar, bizda zardushtiylik e'tiqodi bo'lganligini nimalar tasdiqlaydi? Bu arxeologik manbalar, yozma ma'lumotlar juda ko'p. Aristo va hokazo, Beruniyning kitoblari, Nashaxiy degan arxeologik manbalar nima deydi? Qo'y qilingan qal'adan topilgan mana bu sopol haykalchalarga qaraydigan bo'lsangiz, bu sopol haykalchalarda inson, ya'ni marhumning suyaklari joylashtirilgan. Bu va boshqa assuariylar, ostodonlar bizning hududlarda, o'sha assuariy topilgan hududda assuariyning aloqasi bo'lgan, ya'ni mansubligi bo'lgan din hukmronlik qilganligini bildiradi. Bu din esa, e'tiqod esa zardushtiylik e'tiqodidir. Bu qo'y qilgan qal'ani yuqoridan tasviri, bilasizlar, Turon zamindagi ilk rasadxona mana shu qo'y qilgan qal'a bo'lgan. Bu yerdagi mana sopol buyumlarga ishlangan ornamentlar, olti qirrali yulduz tasvirini ko'ryapsizlar. Bu hozirgacha Ichan qal'ani ba'zi bir joylarda hozirgacha mana saqlanib qolgan bu olti qirrali yulduz. Bu o'sha qo'y qilgan qal'adan topilgan. Demak, odam ko'rinishdagi ostodon, bu oddiy ostodonlar, bular qal'aliqirdan topilgan hozirgi Toshqo'zi viloyati. Bilasizlar, qadimgi Xorazm tarkibiga hozirgi kundagi Xorazm viloyatidan tashqari O'zbekistondagi Qoraqalpog'istonning janubiy qismlari va Turkmanistonning shimoliy qismi, ya'ni Toshqo'zi viloyati ham kirgan. Xorazm, qadimgi Xorazmga. Bu oddiy o'sha odatiy assuariylar, bu ham assuariydagi mana rang tasvirlar. Bu Mizdahqondan topilgan 7-8 asrga oid assuariylar. Mizdahqon hozirgi kunda Qoraqalpog'istonda Xo'jayli tumaniga to'g'ri keladi. Bu ham odatiy assuariylar. Endi mana bu assuariyga diqqat qarating. Assuariy qabriga diqqat qaratinglar. Bu qabr nimasi bilan farq qiladi? Bu qabrlardan. Bu qaranglar, bu ham Mizdahqon 8-asrning 2-asri, bu musulmon qabrlari. Chunki jasad yerga yotqizilgan holatda dafn qilingan. Bo'ldi, bu musulmoncha qabr. Assuariylarni mana ko'ryapsiz, zardushtlarnikini. Bu musulmonlarniki. 8-asrning 2-yarmi. Yuz qiblaga qaratilgan bo'lgan, ya'ni janubi g'arbga. Demak, musulmon qabrlarini asosiy jihati jasad yotqizilgan holatda dafn qilinsa, yuz qiblaga, janubi g'arbga qaratiladi va marhumni shaxsiy predmetlarisiz, buyumlarisiz dafn qilinadi. Xo'p, keyin nasroniylik bo'lganligini bilasizlar. Bizda Ibrohim Beruniy, yana boshqa manbalar buni tasdiqlaydi. Arxeologik topilmalar nima deydi? Xuddi shu Mizdahqonning o'zidan mana assuariy topilyapti. Musulmon qabri topilyapti. Undan tashqari xristianlarga tegishli qabrlar ham topilyapti. Bu ham assuariy. Nega assuariy? Xorazmda yashagan, ya'ni o'sha O'zbekistonda yashagan nasroniylar majbur bo'lganki, shu yerning urf-odatlariga amal qilishga, assuariyda dafn qilinishiga. Bu 8-asr, islomdan oldingi assuariylar. Islomdan keyin bo'lsa, balki ular ham
mozorlarga, musulmon mozorlariga dafn qilingan bo'lishi mumkin. Xo'p, nimaga asoslanib nasroniylik deyapmiz? Bu yerda nasroniylarni xochlari tasvirlangan. Xo'p, endi qarang, arablar keldi, fotihlari, sarkardalar. Qanday bo'ldi bu bosib olish jarayoni? Qiziq, qanday bo'ldi? Mana mo'g'ullarnikini bilamiz, dahshatli, u yoqib yuborish, boshqa har xil mana yovuzliklar. O'zi mo'g'ullar desa, istilosi desa, Chingizxon desa, faqat yovuzlik bizning ko'z oldimizga keladi. Forslar kelgan, Yunon, Makedonlar, ruslar kelgan. Xo'p, arablarniki qanday bo'lgan? Yozma manbalarni gapirtiramiz. Mashhur tarixchi Abu Ja'far Muhammad at-Tabariy 923-yilda vafot etgan. 10-asrda uning Tarihi Tabariy nomi bilan mashhur bo'lgan payg'ambarlar va hukmdorlar tarixi degan asari bor. Bu asarda xo'p, musulmon fathlari haqida so'z boradi. O'sha asarning oxirlarida o'zi olamning yaralishidan boshlangan va bizning diyor ham tarix ham o'z aksini topgan. Xo'p, qanday bo'lgan fath? Bizning hududga eng yaqin hududni oldim men. Bizni mesela Xorazm, Buxoro, So'g'd bilan imzolangan sulh shartnomalar bizgacha yetib kelmagan. Lekin yetib kelganlarini topdim. Jurjon, bu Kaspiy dengizining janubi sharqida, Xorazmga eng yaqin hudud bu Jurjon. Kaspiyning janubi sharqi. 639-yilda arablar bu yerni fath qiladi. Rozbon Sul degan hukmdori bo'lgan. Jurjonni bular Zardushtiy bo'lgan, ular bilan sulh shartnomasini imzolashadi. Arablar bu yerni egallab bo'ldi. Endi ular bilan sulh tuzadilar, tinchlik sulhi. U quyidagi so'zlar bilan boshlanadi. Mehribon va rahimli Allohning ismi bilan bu Rozbon sulhga, ya'ni nima deydi? Jurjon hokimiga, Dehqiston xalqi va Jurjonning qolgan aholisiga Arab fotihi Suvayd ibn Muqarrar tomonidan berilgan yorliq. Sizlarga homiylik, bizga esa quyidagi shartlar asosida sizlarni himoya qilish majburiyati yuklanadi. Qaysi shartlar? A shart bor, B shart bor. A punktiga ko'ra har yili jizya to'laysizlar, imkoniyatingiz yetganicha. Har bir voyaga yetgan kishidan, erkak kishidan. Bu punkt esa agar sizlar masalan harbiy ko'makka chaqirilsangizlar, uning o'lponi bo'ynidagi jizyaning o'rniga harbiy xizmat o'tashdir. Ya'ni agar harbiy xizmatga chaqirilsanglaring, bir jang bo'lsa, biron joyga bir yurish qilinsa, jurjonliklar harbiy xizmatga chaqirilsa, harbiy xizmatga kelganligi uchun u jizyani to'lash uni bo'ynidan soqit bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Yo harbiy xizmatga kelasan, yo jizya to'laysan. Bu yoki uni bajarsalaring, sizlarga o'zlaringizning mol-mulklaringiz, e'tiqodlaringiz va qonunlaringizni daxlsizligi beriladi. Ya'ni sizlar jizya to'lasangizlar yoki harbiy o'sha shartni bajarsanglar, sizlarga teginilmaydi, mol-mulkingizga teginilmaydi. Hattoki e'tiqodlaringiz ham sizning daxlsizdir deb sulhda yozilgan. Oxiri mana 18-yilda yozildi deyiladi. Xuddi shu yili 639-yilda Arab xalifaligining Mag'rib diyorlarida qanday sulh shartnomalari imzolangan? Qanday shartlar aks etgan tinchlik sulhlari imzolangan? Bu Arab xalifaligining Mashriq diyori bo'lsa, Jurjon, Mag'ribda nimalar bo'lyapti? Bunda ham biz yozma manbani so'zlatamiz. Abdurrahmon ibn Abdul Hakam ismli mashhur, hurmatga sazovor, muhtaram bir tarixchi o'tgan. 9-asrda u Futuhal Misr, ya'ni Misrning fath qilinishi degan asarni yozib qoldirgan. Otasi ham o'zining zamoni faqihi, hadisshunosi bo'lgan. Demak, bu manba, bu asar ham to'la to'kis haqiqatlar yozilgan, o'sha nima deydi? Faqat ijobiy, bu asar haqida barchaning fikri ijobiyda. Ya'ni xato, kamchilik kam. Chunki otasi o'zi bir olim bo'lgan, yurist bo'lgan, hadisshunos bo'lgan. Xo'p, bu asardan men Misrni fath qilinishidan oldin o'sha kerakli ma'lumotlarni xuddi o'sha Jurjon fath qilingan yili 639, Hijriy 18-yili va qaranglar, bu xalifa Umar ibn Xattob davrida ro'y beryapti. Xalifa Umar ibn Xattob 639-yilda Amir ibn Alos boshliq, sarkarda boshliq 4000 askarni Misrga yuboradi. Uni fath qilish uchun
buni o'zi Amr ibn Alosni o'zi iltimos qiladi. Misr o'sha boy mamlakat, boshqa mo'jizakor, ajoyib bir joy, u yerni fath qilish kerak deb. Umar ibn Xattob boshida o'sha rozi bo'lmaydi, oyoq tiraydi, ko'chma ma'noda va oxiri majbur bo'ladi. Amr ibn Alos tinimsiz ravishda iltimos qilgandan keyin majbur bo'ladi rozi bo'lishga, o'sha musulmonlarni Misrga yuborishga. Xo'p, Misrda Iskandariya degan shahar bo'lgan, yirik shahar, deyarli poytaxt va Iskandariyaning hukmdori Al-Muqawqis bo'lgan. Al-Muqawqis Amr ibn Alos kelgandan keyin Misrga unga elchi boradi. Mana bu yerda o'sha matnni o'zlaringiz o'qib olishlaringiz mumkin. Buni qisqacha mazmuni quyidagicha. Misrlik aytayapti misrlik hukmdor arab sarkardasiga qarata. Sizlar bor yo'g'i kam sonlisizlar. Shoshmay turinglar. Hali sizlardan ham kuchli bo'lgan Vizantiyaliklar, ya'ni Yunonlar, Rumliklar kelsin, unda sizlarning ahvolingizni ko'ramiz. Axir sizlarni Nil daryosi o'rab turibdi. Orqaga qaytaman desanglar Nil, bizga kelaman desanglar biz kuchlimiz. Vizantiyaliklar kelyapti. Undan ko'ra kelinglar, sulh tuzamiz. Rumliklar kelmasdan oldin ishni balki bir yoqli qilarmiz. Sizlarni bizni foydamizga degan ma'noda mana shunday gaplarni aytadi. Keyin Muqawqis o'zini elchilarini Amr ibn Alosning huzuriga yuboradi. Amr esa ularni 2 kecha kunduz yubormasdan o'zida saqlab turadi. O'sha chodirlar tikilgan, arab o'sha jangchilar, askarlari joylashgan bu lagerda, o'sha harbiy lagerda 2 kecha kunduz misrlik elchilarni yubormaydi, ushlab turadi. Maqsad nima edi? Bu misrliklar ko'rsin bu musulmonlar qanday yashaydi bular, qanday bularning ahvoli, hukmdori qanday e'tiqodi bularning kuchi qanday, quvvati, qudrati va o'zini o'sha misrliklarga borib aytsin biz haqimizda degan ma'noda Amr ibn Alos ularni ushlab turadi va ular ko'radi boshqa nima. Keyin oxirida Amr aytadi, quyidagi gaplarni o'zingga hukmdoringga yetkaz. Sizlar va mening o'rtamda 3 ta shart bor. 3 tasidan birini tanlash imkoniyati bor sizlarda degan ma'noda. Birinchisi, islomni qabul qila qolinglar. Qabul qilsanglar bizni birodarimizga aylanasizlar. Bizni do'stimiz, ya'ni do'stimiz bo'lasizlar, jo'ramiz. Biz qanday bo'lsak, sizlar ham shunday bo'lasizlar. Yo'q desanglar, jizya to'langlar. Jizya jon solig'i yilda 1 marta. Erkak kishi to'laydi, imkoniyatiga qarab to'laydi. Jizya to'lasanglar sizlarga teginilmaydi. O'zlaringizni o'sha mol-mulkingiz daxlsizligi, e'tiqodingiz daxlsizligingizda qolasizlar. O'zingizni diningizda xristian bo'lgan, xristianlikka amal qilib yashayverasizlar deyiladi. Hozirgacha Misrda xristianlar yashaydi. Ularni qibtiy deb atashadi. Ruschasiga kopt deb nomlanadi. O'zbekchasiga qibtiylar. Hozirgacha Misrda bor. O'zlarining cherkov va boshqa qadimgi firavnlarni, o'sha haqiqiy misrliklarda ular o'sha avlodlari. Xo'p, ikkisi u ham bu ham bo'lmasa, islomni qabul qilmasanglar, jizya to'lamasanglar, 3-shart, ya'ni jang bo'ladi, jangga kirishamiz deydi. O'shandan keyin agar sizlar kuchli bo'lsanglar, sizlar g'olib, biz kuchli bo'lsak, biz g'olib bo'lamiz, shu bilan ish bir yoqli bo'ladi deb mana shunday shartlar bilan kelishgan arab fotihlari. Men demayman barchasi shunday shart, shunday bir chiroyli takliflar bilan kelgan demayman. Bu arab xalifaligining dastlabki o'sha 4 xalifa Abu Bakr, Umar, Usmon va Ali xalifalar davridagi sarkardalar mana shunday shartlar, takliflar bilan kelishgan. Undan keyingilarida nima deydi? 50-50. Ya'ni Umayylar, Abbosiylar davrida mesela Qutayba ibn Muslim Amr ibn Alosdan bu farq qiladi. Ya'ni Amr ibn Alos undan farq qiladi. Xo'p, shunday, ya'ni tanganing 2 tomoni bor. Xo'p, Muqawqisning elchilari yetib keladi, ulardan so'raydi, xo'p, qanday ular bu? Qanday? Kuchlimi? Ularni tasvirlab ber. Ularning ahvoli qanday deganda, mana bu matndagi so'zlarni aytadi elchilar. Biz o'limni, hayotdan, tavoziyni, ya'ni kamtarlikni, kibrdan ustun ko'radigan odamlarni ko'rdik. Ularning har biri hukmdor, amir, podshoh. Oddiy odamni sultonni oddiy odamidan ajrata olmaysiz degan mazmundagi gaplarni aytgandan keyin Muqawqis o'sha hayratga tushadi. Bu Futuhal Misrning mana ko'ryapsizlar 65-sahifasida olingan. Xo'p, keyingi
yozma manba bu bizni tarix bo'yicha yozma manba. Futuhal Misr bo'yicha edi, Tabari biz bo'yicha Al-Balozuri Futuhal Buldan ya'ni mamlakatlarning fathlari degan kitob yozgan. 892-yilda vafot etgan, demak 9-asrda yozilgan bu kitob. Bu kitobda ham bizning tariximizga oid juda qimmatli ma'lumotlar o'z aksini topadi va Qutayba ibn Muslimni quyidagicha ta'riflaydi uni janglarini, fathlarini. Garchi mana bu muallif musulmon bo'lsa-da, Baloziri o'zi fors, lekin arab tarixchisi deb aytiladi. Yani musulmon tarixchisi bo'lsa-da, u Qutaybaga quyidagicha, ya'ni obyektiv yondashadi, xolosona. Qutayba poytaxtni jang bilan egalladi. Fath etdi degani o'sha egalladi degani, bosib oldi degani. Jang bilan egalladi. Karminiya va boshqalarni sulh bilan egalladi. Buxoroni sulh yo'li bilan fath etdi. Va hokazo. Keyin Xorazmga keladi. Xurzod bo'ladi Xorazmda. Xorazmshohning ukasi Xurzod o'zi Xorazmshohga qarshi bu bosh ko'tarib, yana boshqa qing'ir ishlarni qilib yurgan bo'ladi. Bundan o'tgan ma'ruzalarda agar eslasangizlar, men bu haqda sizlarga tushuntirganman. Mazdakiylik e'tiqodida bo'ladi bu Xurzod. Xurzodga qarshi Abdurahmon yuborgan Qutayba u yerda 4000 odamni o'ldiradi. Va Xorazmshohni Chog'onni o'zini o'sha nimada o'lkasiga, davlatiga podshoh qilib qoldiradi va hokazo. Keyin Qutayba Samarqandga kelib, bu yerda shiddatli jang qiladi. So'g'da juda ko'p odamni qirg'in qiladi Qutayba, boyliklarini talaydi, sulh imzolaydi G'urayk bilan 2.200.000 dirhamga. Ya'ni har yili 2.200.000 dirham o'lpon yuborib turishi kerak G'urayk. Bu yerga kirib, mana sanamlarni, butlarni sindiradi. Shunday sanamlar bor ediki, deb yozadi, aytadi mahalliy ajamliklar. Kimda-kim o'sha sanamlariga ozor bersa, u halok bo'ladi. Lekin Qutayba ibn Muslim bilasizlar, musulmon bo'lgani uchun o'sha sanamlarni sindiradi, yoqib yuboradi. Undan keyin o'sha sanamlarni e'tiqod qilib yurgan sanamlari singandan keyin, yonib ketgandan keyin mahalliy o'sha yerlik xalq, So'g'diylar islom diniga kiradi. Bu 422-sahifa.